Assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan kuzatib turgan, biz uchun qadrli bo'lgan ukalarimiz mana bugun sizlar uchun haqiqiy zo'rlari, maza qilib mol qilaman deydigan akalarimiz uchun sifatli bo'lgan mana shunaqa qo'ylarni topib qo'yganmiz akalar. Videoni boshidan bitta like bosib, obuna tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Albatta bizning kanalimizda mana shunaqa sifatli, Qashqadaryoning barakali qo'ylardan ko'rsatishda davom etamiz akalar. Endi akalar mana ko'ramiz, buni soni nechta, yeb ichish qanaqa, sog'ligi qanday hamma ma'lumotini egalari bilan sizlarga birgalikda yetkazaveramiz. Endi akalar mana ko'rdik. Haqiqatan yaxshi, bir-biridan yaxshi. Akalar endi buni mol qilish kerak. Bu yoq Qozog'iston chegaralar yopildi. Hamma joydan chegaralar yopilgan bir vaqtda o'zimizdagi narxlar ancha ko'tarilib ketyapti. Lekin xudo xolasa bugungi narxni boya gaplashganimizda, "Okajon, bitta narx aytaman, xudo xolasa hammaga yoqadigan chiroyli narxda qilib beramiz" deyishdi. Shuning uchun akalar men bularni ham ko'rib olaverasizlar. Endi soni nechta yeb ichish qanaqa egalari bilan sizlarga hamma ma'lumotni yetkazaveramiz. Aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz zo'rmi? Va alaykum assalom. Ishlar yaxshimi? Rahmat aka, o'zi yaxshimi? Bugun siz bilan bozorda ko'rishdik. Bozor haqida qanday, nima deysiz? Narxlar qimmatmi aka? Bozorda aytib bo'lmaydi ko'p. Shunday aka. O'zim ham ko'rib hayron qolyapman. Qo'zilarni 4 million, 3,5 million shunday deyishyapti. Endi hozir bular ancha baquvvat. Holatlari yaxshi, mana ko'rib olaveramiz. Sen mol qiladigan mol. Bular dalani molda, mana junlardan bilib turibdi akalar. Endi bu uyda bo'lsa, bularni hammasini juni olinardi. Bu uyda emas, dalada yuribdi akalar. Dalali mol. Sen qo'y qilaman degan qo'yda bular. Gap yo'q. Xudo xolasa akalar, mana ko'ryapsizlar, sifatiga gap yo'q, holatlari yaxshi, ajoyib bo'lgan mana shunaqa qo'ylarimiz. Endi buni soni nechta? Nechta deymiz obunachilar? Soni 35 ta. 35 boshlaymiz a? Akalar, mana ko'ryapsizlar, 35 bosh. Xudo xolasa kegillaricha hammasi chiroyligina bir tekis bo'lib turadi. Endi bilan bo'ylarini ham qarayman, juda farqlanib ketmagan, deyarli emas, bir xil. O'shanda. Quloqdagi sirg'alari ham bir xil bularni. Mana akalar. O'shanda aka bo'yi ham 75 plus olaverasiz. Mana akalar, bo'ylarini ham bemalol 75 plus olinaverar ekan. Bular yeb ichish ham zo'r ekan. Nima bo'lsa yeb ketadi. Tikon. Xos. Xo'sh, yomon emas mana akalar, bitta ko'rsaveraylik. Haqiqatan yirik-a bulariz. Aka, hal qo'zi shular. Tish qo'zimi? Mana aka. Mana akalar, hali ikki tish ham chiqmabdi. Buni yeli bo'g'ozligini ham bir ko'ring. Mana akalar. Mana. U yelilari ham ancha top qolibdi-ku, bezlar ajralib. Mana, sifatiga qarab. Zo'r ekan. Endi bundayda, hozir hammasini bir tekis barib bo'g'ozlay olmaymiz bular. Yo'q. Endi bir tekis bo'g'ozlashga sal qiynaladi. Pul uchun aldash kerak emas ha. Pul uchun aldash kerak emas. Bor gapni aytaveramiz. Bor gapni aytamiz. Nima deysiz, endi taxminan-da, endi bu aniq bo'lmaydi. 50 ga 50 deb oy. 50 ga 50. Ular 80 chiqsin keyin. Shunday, olgan odam baraka topsin ular. Baraka topsin. Egiz chiqsin hammasi aka, shunday bo'lsin. Akalar, men 50 ga 50 deb olaveramiz deyilyapti. Bu yoqni ko'ryapsizlar. Hammasi yaxshi, xudo xolasa. Bozordan arzon qilib beramiz aka, xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana akalar, gap. Bir qo'lda olayotgan baraka topar xudo xolasa. Shunday bo'lsin aka. Yaxshi mol. Sifatli mol. Aka, mana haqiqatan yaxshi. Bu bozorlarni endi nimasi sal narx-navo baland bo'lyapti. Nimadan deb o'ylaysiz aka? Aka, bu chegaralar yopilgan deyapti. Bozor kundan kunga baland bo'lib ketyapti. Bu narxga keyin yana bir kun, 2 kun etib ko'tarilyapti. Topolmaydi. Olgan hozir olish kerak. Shunday olish kerak. O'zi 10-15 kunda o'zi mollar hamma cho'pondagi dalaga chiqadi. Keyin buni sotmaydi. Shunday. Bu gapingiz ham chin. O'zi dalaga qo'yib o'rgandan keyin hech kim mol sotmay qoladi. Buni kim sotadi? Katta qo'yib ketadi, xudo xolasa. O'zi dalalar zo'r. O'tlar o'zi chiqib bo'ldi. 10-15 kun vremya qoldi, bo'ldi. Shunday. Akalar, rostdan chegaralar yopiqligini o'zi hamma bilib qoldi. Bu yoq Qozoq, Qirg'iz hamma chegaralar yopiq. Даже Arashan qo'yib kiradigan akalarimizdan ham ba'zi ma'lumotlar yopildi degan gap so'zlarni eshityapmiz. Endi pasport bilan olib kiradi Arashanlar. Ha, o'shanda. Ular ancha baribir hammasi qiyin bo'lyapti. Endi aka, hozir bitta narsa, xalqni qiynamagan holda chegara yopildi deb turib narx ko'tarib yormaylik aka. Bir o'zingiz yo'lida bir chiroyligina bitta narx ayting. Endi buni dastavkasini ham so'rab olay birinchi. Dastavkasini qilib beramizmi? Dastavka Samarqandgacha yo Buxorogacha qilamiz. Keyin u vodiy tarafcha aka. Vodiy tomonga muomala qilamiz. Kelishamiz. Ishqilib yo'q degan gap yo'q. Yo'q, kelishamiz. Lekin olaman degan odam kelsinda o'zi ko'zi bilan ko'rib ortsin. Boshim pulini men qilib beraman. Mana akalar, xudo xolasa, bu boshqa gapda, bari kelib molni o'zi ko'rsa, qanaqa kami yo'qligini ko'rsa, keyin dilxiralik bo'lmaydi. O'shanda men olib bermayman. Mana akalar, bu ham mardi gapi bo'lyapti. Ustida bu kelib molni ko'rsin, pulini men to'lab beraman deyapti. Bemalol kelaverasizlar, xudo xolasa aka, yo'liga qilib nima qilib beradi. Aka, ish halol bo'lar, ko'rib borsa keyin yaxshi bo'ladi. Moshin pulni men qilib beraveraman, moshinni oldiga o'tkazib jo'natib olaveraman. Lekin o'zi kelib ko'zi bilan ko'rib orttirgan yaxshi o'sha. Shunday. Halol bo'lash. Aka, men endi bunday qilaylik. Narxini ham bir yo'lida qilib chiroyligina qilib bering aka. Narxni endi 5 ham demaymiz, 4 ham bitta qilib aytaman aka. Chiroyli, faqat savdo qilmang. Savdo qilyapsiz, bir xil obunachilarsiz. Yana keyin
xuddi buni savdosi ko'p ekan, mayda deb o'ylayaptim, o'shanda qilib qo'yapti. Faqat bitta aytamiz, bitta guring bugun. Keyin bunday gapdaki, mayli men siz bilan savdo qilmayman, lekin obunachilar o'zi yana bir savdosini qilib beradi. Sababi hozir mendan nima qilsangiz, savdo qilma desangiz, obunachilarga ham savdo qilma desangiz, u bo'lmaydi-da. Baribir savdosi bilan shirindagi mol. Mayli, xayrini qilib beraman. Mal Qutan xayrini qilib beraman. Endi bexabar bo'lmaymiz. 4 million 300 ming so'mdan. 4 million 300 dan. Gapdan qaytish yo'q. Qaytmayman, aytdim qaytmayman. Mana akalar, mana shu qo'yimiz, xudo xolasa 4 million 300 ming so'mdan bugungi sanamizga keladigan bo'lsa akalar, 6-mi bugun yo 7-fevral kuni bilan mana shu qo'ylarimiz sotuvda akalar. Bemalol telefon qilaverasizlar. Manzil Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani, Yangiobod mahallasi, nomerlarini qoldirganmiz akalar. Telefon qilib olib, manzilni shunday so'rasalaringiz, kerak bo'lsa lokatsiyalar bilan qo'shib tashlab beraveradilar. Akalar qo'yni kelib ustida ko'rsalaringiz, maza qilasizlar, tomoshasi ham o'zi rohatni kayfiyatni ko'tarib yuboradi mana akalar.